kishini bugun yangi tanidik, ko'p kishilar katta direktor xudo xohlasa endi bunaqa yig'ilishlarni ko'proq qilamiz. Hozir birinchi o'rinda yangi kirgan qizlarimiz ham bor. 9% direktorlar ham borda, yangi qo'shilgan liderlarimiz ham bor. Shular uchun ozroq ma'lumot berib o'taman. Sizlarga kompaniyamiz haqida, marketing haqida ozroq ma'lumot beraman. Keyin o'sha darsliklarda savol-javoblar, sovg'alar, endilikda o'yinlar tashkil qilamiz. Xo'p, hammanglar bizning kompaniyamizga a'zo bo'lish mutlaqo tekin bilasizlar. Feberlik kompaniyasiga kim bo'lishidan qat'iy nazar, uyda o'tirgan ayol bo'ladimi, davlat ishida ishlaydigan qizlar bo'ladimi, farqi yo'q. Kim a'zo bo'lishidan qat'iy nazar bizning kompaniyaga a'zo bo'lish mutlaqo tekin. Sizlar birinchi o'rinda kompaniyamizga a'zo bo'lasizlar va kompaniyamizda mana shunaqa zinapoyalar bo'yicha ko'tarilib borishinglar kerak. Bulardan qanaqa ko'tarilishimizni hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Sizlar kompaniyamizga a'zo bo'ldinglar. Sizlar birinchi o'rinda kompaniya tomonidan olinadigan imkoniyat sizlar uchun shak sovg'a. Birinchi qadamda bosib o'tishinglar uchun o'zingizlar zakaz so'rashinglar kerak. O'zingizlar zakaz so'rab, mahsulotimizni qo'lingizga olmaguncha birovda a'zo ham qila olmaysizlar. Mahsulotimizni ko'rmaganinglardan keyin tavsiya ham bera olmaysizlar. Hozir sizlar kompaniyaga a'zo bo'lib 375 ming mahsulot olsanglar, birinchi shartda olasizlar. Har bitta qizlarimiz a'zo bo'lib 375 ming mahsulot urganda katalog orqasidagi sovg'ani oladilar. Bir marta beriladigan birinchi shak sovg'a bu. Birinchi shak sovg'a o'zgaruvchan bo'ladi. Kim nechinchi katalogdan a'zo bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha katalogda orqasida berilgan shak sovg'alarni olishadi. Undan keyin har bittangizga 5 katalog davomida shak sovg'a beriladi. Bu bemalol oyoqqa turib olishinglar uchun kompaniyamizdan beriladigan imkoniyat hisoblanadi. Bu shak sovg'a